إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, darsimizni oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yangi darsimizda so'zlangan muhim nuqta sakinlik mimga aloqador hukmlar. Ya'ni sakinlik mim. Biz o'tgan soatlik darslarimizda sakinlik nun va tanvin, ya'ni sakinlik nun va qo'sh harakatlarningki hukmlarini o'rganib qoldik. Hamda sakinlik mim. Sakinlik mimga keldik. Unda bo'lsa, sakinlik mimning hukmlari qaysi desanglar, sakinlik mimning hukmlari 3. Sakinlik mimninki hukmlari qancha ekan? Sakinlik mimning hukmlari 3. Sakinlik mimning hukmlari 3. İdgam, ixfa, izhar. İdgam, ixfa, izhar. Unda bo'lsa biz idgam deganda biz o'xshashlam. İdgam deganda nima dedik? İdgam degan kirishtirib o'tish degan gap. Ixfa degan yushirish degan gap, ya'ni yushirim talaffuz. Izhar degan uchoq asli holat talaffuz qilish degan gap. Yani o'xshash. Mana sakinlik mimda o'xshashlar. İdgam degan yani shu kirishtirish, ixfa deganimiz yani shu yushirish, izhar deganimiz yani o'xshashda uch qashqari talaffuz qilish. Unda bo'lsa nimani yushiramiz, nimani idgam qilamiz, nimani uch qashqari talaffuz qilamiz desanglar, yani shu sakinlik mimni. Sakinlik mimni idgam harf kelsa idgam qilamiz. Ixfa harf kelsa, yani yushirish harf kelsa yushiramiz. İzhar harf kelsa izhar qilamiz, yani uch qilamiz. Hukmlarni ayrim-ayrim tafsili so'zlaymiz. Sakinlik mimning ahkamlarining birinchisi ixfa. Birinchi bo'lib ixfani so'zlaymiz. Ixfa deganimizning asl lug'at ma'nosi nima degan gapda? Bu yushirish degan gap. Shundaymi? Unda bo'lsa, sakinlik mimning keyindan ba harf kelsa, shu sakinlik mimni yushirib, g'unna bilan birga talaffuz qilamiz. Masalan, mana qaranglar, men misol qarasak, sakinlik mim keldi. Sakinlik mimning keyindan ba keldi. Demak, bu yerda nima ahkam bor? Ixfa. Yani yushirish. Sakinlik mimning keyindan ba kelsa yushiramiz. Alayhim biwakil. G'unna bilan birga alayhim biwakil. Alayhim biwakil. Mana o'xshash talaffuz qilamiz. Demak, ixfa deganimiz yushirish degan gap. Sakinlik mimning keyindan ba harf kelsa, sakinlik mimni yushirib, g'unna bilan birga talaffuz qilamiz. Bu birinchi tugida. Unda bo'lsa, sakinlik mimning hukmlarining ikkinchisi idgam. Idgam degan nima degan gapda? Idgam degan kirishtirib o'tish. Undami ikki harfni bir harfdek talaffuz qilish. Unda bo'lsa, idgam harfi mim. Sakinlik mimdan keyin mim kelsa, ya'ni sakinlik mimdan keyin yana mim o'zi kelsa, bu ikki harfni birlashtirib, ya'ni idgam qilib o'qiymiz. Masalan, mana misol qarasak, sakinlik mim keldi, keyinda yana mim keldi. Ikki harfni birlashtirib bir harfdek talaffuz qilamiz. Baynahum mithaq. Baynahum mithaq. Qolgan misolni o'zimiz mashq qilib olsak bo'ladi. Demak, sakinlik mimning keyindan mim kelsa idgam qilamiz. Ya'ni ikki harfni birlashtirib o'tamiz. Bu tugida qilib qolgan uchinchi hukm izhar. Yani izhar degan o'xshashlar nima degan gap? Bu oshkor holatda aslo olti bo'yicha talaffuz qilish degan gap. Sakinlik mimning keyindan qilib qolgan 26 harf kelsa, ya'ni mim bilan ba'dan boshqa qilib qolgan 26 harf kelsa, shu sakinlik mimni biz aslo olti bo'yicha g'unnasiz talaffuz qilamiz. Masalan, mana qaranglar, mana misol qaraydigan bo'lsak, mana qizil xat. Lakum dinukum waliyadin. Sakinlik mim keldi, keyindan dal. Sakinlik mimning keyindan dal.
Demek müşahede hükümünü bilish uchun biz sakinlik mimning keyin karib qaraymiz. Keyin karib idg'am harfimi, izhar harfimi yoki ixfa harfimi qaraymiz. Demek bu dal idg'am harfi emas. İxfa harfi emas. Unda biz qilib qolgan 20 tarafdan ichida karib. Ya'ni bu izhar harfi. Shundami? Şunu bu yerda lakum dinukum. Lakum dinukum. Buni chiqarmaymiz. Mimni oshkorali talaffuz qilamiz. Lakum dinukum. Shunda bo'lgan chaqda to'g'ri bo'ldi inshaalloh. Keyingi misol bi annahum kanu sakinlik mim keldi. Keyindan kaf. Demek qilib qolgan 20 tarafdan ichidagi kaf. İzhar harfi bi annahum kanu hum kanu demek mim uçqash qal telaffuz qildikmi mimni bi annahum kanu hum kanu demek müşahede mimni biz izhar qildik ve hum farihun وهم فرحون أمواتا demek mimni izhar qildik. Ya'ni uch qashqari talaffuz qildik. Unda bo'lsa qarindoshlar, sakinlik mimga aloqador darslarimiz mushahada oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.